Neoklassika va minimalizm uslubida qurilgan 2,5 sotix yer maydoniga tayyor podключ uchastkamizni har bir kvadrat metri $750 dan sotuvga qo'yildi. Hammaga nasib qilsin, ko'rasizlarmi? 3 uruvilli. Kelinglar kirurushdan boshlab ko'rsatib beraman. Kirurush o'rta eshigi, yonida avtomatik darvoza. Hovliga bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yoq burchagida yozgi oshxona. Hovli uchun alohida sanuzel. Ikkita tomonlama yashil maydonli qilingan. Har xil dekorativniy daraxtlarni ekib qo'yishgan. Yerto'laga hovlidan tushirish, uyimizdan tegi splashnoy podval qilingan. Xonadonga kirib kelayotganimizda kattagina hol bilan boshlanadi. Ko'rasizlar, aytganimda neoklassika va minimalizm. Bu yoqqa uголовка qo'yasiz, to'g'riga TV zonasi. To'g'rida mehmonxona, razmerlari katta qilingan. Bu yoqda bitta sanuzel, umumiy sanuzel bo'lsa, o'ng qo'lda bitta yotoqxona bo'ladi, orqa taraf hovlisi ham bor. Yerto'laga tushib ketirish, zinalarni ko'ryapsizmi? Bu ham original trametin toshdan qilingan. Mana eshik bo'ladigan bo'lsa, bizning oshxona bo'ladi. Mana shu burchaga qilingan. Endi tepa qavatga chiqib ko'rsatamiz. Splashnoy podval qilingan, podval ham yaxshilab turibdi, pergorodga urilmagan, kotelniy xonasi ham o'sha yerda joylashgan. Tepa qavatga shundoq ko'tarilamiz, yana bitta kattagina hol kutib oladi. To'g'rida TV zonasi, hovliga qaragan balkonlari ham bor. Bu bitta ota-onalar uchun yotoqxona, ichida o'zining garderobli va sanuzellari bor. Yurib kelarkanimizda o'ng qo'lda yana bitta katta master spalni, ichida o'zining sanuzeli bor, katta vanna qilingan. Chap qo'lda oxirgi xona bo'ladi. Bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yasiz. Narxi har bir kvadrat metr $750 dan 300 kvadrat metrlik mana shu xonadonimiz. Lokatsiyasi Toshkent tumani, shundoq zamonaviy Naribetida. Aniq lokatsiya Telegram kanalida, video описаниеda nomerlar qoldiramiz.